Assalomu alaykum kanallarımız hürmetli abonchilar, hürmetli do'stlar. Bugungi yo'ligimizda yurgan shahrimizda Karat kafening yanında 4 qavatli binoni ikkinchi qavatida 2 xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. Girish ishlari, ta'mir ishlaridan asla bismillah giramiz. Hamma oboy qilingan ekan. Böyle divorlar oboy, ishlari yog'och ishladan, girish ishlari ta'mir, suv, svet, gazlar gap turibdi. Bu tarafimizda esa yana sanuzeli bo'ladi, kafel qilingan, oyoq tiylar ham divorlar ham kafel. Registrlar qo'yilgan. Bu tarafimiz oshxona qismi. Oshxonamiz bu yerda kafel qilingan, bu yoqlari poli oboy, dimoqli joylari bor, gaz plitalar, gaz cho'chklar, do'kontonli atapli ham o'rnatilgan. Harbiy firmaniki bu yerda stabilizatorlari, aynalar, alyumin ramlarni ham rishotgan bo'lgan. Kelib doğru yaşayverasiz hurmatli vatandaşlar. Bu tarafimiz zal kısmı bo'ladi. Zalımız 3.5-60 razmerde. Verandalı kvartirazlar, bir anda 2-3 razmerde tushgan verandasi. Registrlari bor. 2-3 razmerde tushgan. Oyoq tiylari pol. Divorlar oboy. Aynalar alyumin ramlarından hem rishotgan qilingan. Bu tarafimiz esa spalnisi. Spalnimiz ham oboy, yani konditsionerga 2.70'e 5.60 razmerde. Jaluzlar asılgan. Radiatorlar bor, oyoq tiylar linoleum bo'lgan hurmatli vatandaşlar. Suv, svet, gaz gap turibdi. Yana tarafında bog'cha, maktablar, magazinlar bor, transportlar o'tib turibdi. 7, 5, Telegram 19 marshrutlar ham o'tadizlar. Местоположенияsi yaxshi, Dehqon bozori ham, Dorital ham, Raycenter ham yaqin yerda joylashgan. Hurmatli vatandaşlar. Narxi avvalroq sal qimmatroq chiqarib keldilar. 350 millionda hozir 325 million so'm tushirdilar mulkiyasi. Shundan ham gelishdan yeri bor, gelasizlar ko'rib üstüne gelish olaversizlar. Tayyor joy hazlar kelib döşashtirib to'g'ri yashayverasizlar. Ham stenli kotyollar o'tirilgan. Местоположенияsi ham yaxshi, etaj ham 2-etaj. Qiziqqanlar telefon qilaversa, ekranlarda nomerlarimizni qoldiramiz. Kanalımıza abone olmalı olsa abone olup like basıp qo'llab quvvatlab tursanız sizlarga qo'ldan kelgancha arzon ajoyib sifatli xonadonlarni taqdim qilib boraveramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi görüşünce xayrlab qolamiz.